Dubay, orzular shahri, sahrodagi mo'jiza, dunyoning eng boy odamlari va eng qimmatbaho mashinalari makoni. Biz uni blogerlarning Instagramidagi filtrlar orqali ko'rishga o'rganib qolganmiz. Oltin sohillar, baland binolar va cheksiz hashamat. Xuddi jannat shu yerda barpo etilgandek. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu yaltiroqlikning narxi qancha? Nega dunyoning eng zamonaviy shahri hatto ichimlik suvi yo'q joyda qurilgan? Bugun men sizni hech qaysi turistik agentligi ko'rsatmaydigan Dubayga olib boraman. Biz osmono'par binolarning soyasiga nazar solamiz. Men sizga zamonaviy qullikning qoni ustiga qurilgan, o'z axlotiga botayotgan, butun dunyoning iflos pullari yuviladigan va tungi seks turizm botqog'iga botayotgan haqiqiy Dubayni ko'rsataman. Siz Davroni Factor kanalidasiz. Niqoblarni yirtish vaqti keldi. Ha, aytgancha, filtrsiz haqiqatni qadrlaysizmi? Unda nima qilishni bilasiz. Like, izoh va obuna bo'ling. Bunday faktlarni ochiq aytadigan kamdan kam bo'lgan kanalni yo'qotib qo'ymang. Boshladik. Keling, ochiqini gaplashamiz. Bu osmono'par binolarni shayxlar o'z qo'li bilan qurgani yo'q. Bu beton o'rmonlarni Hindiston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan millionlab migrantlar tiklagan. Lekin ular buni qanday sharoitda qilishini bilasizmi? Kafala tizimi bilan tanishing. Bu nima degani? Bu 21-asrdagi qonunlashtirilgan qullik. Ishchi Dubayga kelishi bilan ish beruvchi, ya'ni kafil uning pasportini tortib oladi. Tamom. Shu soatdan boshlab ishchi kompaniyaning mulki. U na ishdan bo'shay oladi, na boshqa joyga o'ta oladi va na vataniga qayta oladi. Xo'jayinini ruxsatsiz u hatto hojatga ham chiqa olmaydi. Turistlar Dubay molda minglab dollar sochayotgan bir vaqtda 20 daqiqalik masofada Sonapur joylashgan. Bu so'z oltin shahar degan ma'noni bildiradi. Lekin bu aslida insoniyat tarixidagi eng katta mazax. Bu yerda 3 ga 3 metrlik xonalarda 10-12 kishi yashaydi. Tashqarida 50 daraja issiq. Bu beton qutilarda esa hatto oddiy konditsioner yo'q. Bunday ishchilarni oilaga atiga 200-300 dollar. Bu pulni hammasini uyiga, oilasiga jo'natadi. O'ziga esa faqat yeb ichishga arzimagan tiyin qoladi. Dubaydagi narxlarni esa o'zingiz yaxshi bilasiz. Siz Burj Xalifaga qoyil qolasiz, to'g'rimi? U qurilayotgan vaqtida qancha odam issiq urishidan yoki binodan yiqilib o'lganini bilasizmi? Albatta bilmaysiz. Rasmiy statistika yo'q. Dubay o'z obro'sini o'lim raqamlari bilan buzishni xohlamaydi. Lekin biling, siz 148-qavatda chiroyli selfie tushishingiz uchun kimdir 5 yillab farzandlarini ko'rmay, shu betonni teri bilan sug'organ. Endi keling, turistik bukletlarda yozilmaydigan hidlar haqida gaplashamiz. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Dunyoning eng baland binolaridagi minglab odamlardan chiqadigan iflosliklar qayerga ketadi? Uzoq vaqt davomida Burj Xalifada shahar kanalizatsiya tizimiga ulanish imkoniyati bo'lmagan. Ya'ni bu 828 metrlik hashamatli bino aslida oddiy qishloqdagi lakka prinsipida ishlagan. Har kuni bu osmono'par binodan tonnalab chiqindi tashib chiqarilgan. Va bu trubalar orqali emas, balki oddiy axlat tashuvchi mashinalarda amalga oshirilgan. Bu mashinalarning navbati kunlab turgan. Ba'zida chidab bo'lmas jazirama issiq va soatlab davom etgan probkalar tufayli haydovchilar axlatni shunchaki yo'l chetidagi ariqlarga to'kib yuborishgan. U yerdan esa bu iflosliklarning hammasi to'g'ri Persidskiy zalivga, ya'ni Fors ko'rfasiga oqib boradi. Natijada turistlar sho'r suv, siydik va najas aralashmasida cho'milishgan. Hozir muammo hal qilinganga o'xshaydi va Dubay yangi kanalizatsiya loyihasi bilan faxrlanadi. Tasavvur qiling, pastda Bentley va Rolls-Royce, ularning yonida esa yuzlab axlat tashuvchi gavnavozlar. Bu haqiqiy Dubay. Usti yaltiroq, tagi esa sassiq chuqur. Dubay o'z orollari bilan maqtanadi. Palma shaklidagi orollar chiroylimi? Ha, lekin ekologlar buni falokat deb atashadi. Bu orollarni qurish uchun dengiz tubidan millionlab tonna qum olingan. Natijada dengiz florasi va faunasi yo'q qilingan. Ma'lum bo'lishicha, har yil orollar 5 mm ga suv ostiga cho'kmoqda. Palma atrofidagi to'siqlar to'lqinlarni uylarga urilmasligi uchun qurilgan. Natijada ichida suv harakatsiz bo'lib, katta balchiq hosil qilgan. Bu yerda dengiz hayoti deyarli yo'q. Hozir bu palmalarning ichidagi suv dimiqib botqoqqa aylanyapti. Dubay bu parazit shahar. U chiqindi va zaharli gazdan boshqa hech narsa ishlab chiqarmaydi.
Bu shahar tabiatdan qarzga yashayapti va bir kuni kelib bu qarzning badali juda og'ir bo'ladi. Xo'sh, nega butun dunyoni boylari Dubayga yopishib olgan? Faqat issiq quyosh uchunmi? Yo'q. Dubay bu steroiddagi Shvetsariya, ya'ni dunyoning eng katta pul yuvish xonasi. Bu yerda sizdan hech kim hech narsani so'ramaydi. Bir chemodan naqd pul olib keldingizmi? Ko'chmas mulk kriptovalyutaga sotib olmoqchimisiz? Marhamat. Dubay diktatorlar, korrupsiyachilar va narkobaronlar uchun eng xavfsiz bandargoh. Bu yerda ularning iflos pullari bir zumda tozaga aylanadi. Bilasizmi, nimaga Dubayda ko'chada ich to'la pul sumkani qoldirib ketsangiz ham hech kim tegmaydi? Chunki u yerda kichik o'g'rilarga joy yo'q. Hamma katta o'g'rilar penthouse-da o'tirib, o'z milliardlarini qonuniy boshqarib yotibdi. Cho'ntak kesarlik qilishga nima hojat? Agar sen allaqachon butun bir davlatni byudjetini o'g'irlab shu yerga kelib xotirjam joylashgan bo'lsang, butun dunyo korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir vaqtda Dubay eshiklarini kengroq ochib qo'ygan. Agar sizda $1 million bo'lsa, bu pul kimning qoni evaziga kelgani bilan hech kimning ishi yo'q. Eng muhimi, shu jannatdagi joyingiz uchun vaqtida to'lovni qilib tursangiz bo'ldi. Endi esa bu shaharning eng katta 200lamachiligi haqida gaplashamiz. Bir necha yil oldin g'arb internetida yangi trend paydo bo'ldi. Porta Potty Dubai yoki Dubai mobil hojatxonalari. Men bunaqa videolarni ko'rsata olmayman, chunki kanalni bloklashi mumkin. Va ochig'i ruhiy sog'lig'ingiz uchun ham xavotirdaman. Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, balkim o'sha yerda bironta ma'lumot berarman. Qisqacha aytganda, Dubai hojatxonalari deb ayrim Instagram modellarini atashadi. Ularga 6 raqamli pul taklif qilinadi. Juda g'alati, jirkanch va haqoratli ishlar uchun. Ayrim intervyularda qizlar bu haqida ochiq gapirishgan. Juda katta pul evaziga ularni haqorat qilishgani haqida. Qizig'i shundaki, gap odamlar hatto yuzidan o'pish uchun jazo olish mumkin bo'lgan mamlakat haqida ketmoqda. Shu bilan bir vaqtda dunyoning turli joylaridan qizlar bu yerga pul topish uchun keladi. Aytishlaricha, Dubaydagi seks industriya bu milliardlab dollar daromad keltiradigan ulkan yashirin tizim. Bu yerda Sharqiy Yevropadan tortib Afrika va Markaziy Osiyogacha bo'lgan minglab ayollar ishlaydi. Politsiya kim qayerda va nima ish qilayotganini juda yaxshi biladi, lekin hech kimga tegmaydi. Nega? Chunki bu tizim biznesning ajralmas qismi. Nikohsiz yashash rasman taqiqlanadigan va jazolanadigan davlatda eskort xizmatlari va tanishuv ilovalari to'lib yotibdi. Boy turistlar va mahalliy biznesmenlar tungi kapalaklar uchun bir kechada kichik bir davlatni byudjetini sarflashadi. Bu shunchaki chiroyli hayot emas. Bu aldov yo'li bilan kelib qolgan minglab ayollarning fojiasi. Xuddi quruvchilar kabi. Ularning ham pasportlari tortib olingan va ular tuzoqqa tushgan. Davlat esa iqtisodiyotga pul olib kelayotgani uchun bunga ko'zini yumishni afzal ko'rdi. Balkim kontrol qila olmasdir. Yana kim bilsin, Dubayda hamma amal qiladigan bitta yashirin qoida bor deyishadi. Agar cho'ntaging qalin bo'lsa, senga hamma narsa mumkin. Bu yerda qonun va tartib faqat kambag'al mardikorlar uchun. Bir bechora ishchi kichik bir xato qilsa, darrov qamoqqa tiqishadi yoki deportatsiya qilishadi. Ammo qimmatbaho mehmonxonalardagi kattalar uchun taqiq degan so'z yo'q. Dubay kunduzi taqvo qiladigan, kechasi esa Amsterdam ham hayron qoladigan darajada gunohga botgan shahar. Shunchaki bu yerda gunoh Louis Vuitton qutisiga solingan va qimmat atir hidi bilan yopib qo'yilgan. Xullas, Dubayda hamma narsaning narxi bor, lekin hech narsaning qadri yo'q. Bu yerda suv sun'iy, orollar sun'iy, hatto baxt ham vitrinaga qo'yilgan tovar. Bu ijaraga olingan hayot. Sen uyni ijaraga olasan, mashinani ijaraga olasan va vaqtinchalik hurmatni sotib olasan. Lekin eng katta aldov shundaki, bu shaharda hech qachon o'zingniki degan tuyg'u bo'lmaydi. Dubay senga faqat chiroyli surat beradi. Ichingdagi bo'shlikni esa hech qanday oltin bilan to'ldirib bo'lmaydi. Haqiqat shunda. Davroni faktor. Men ko'rsatdim, siz esa ko'rdingiz.